Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan John Tutor. Bugun kechagi mavzu ostida berilgan kommentariyaga ko'ra modal verbs mavzusini tushuntirib beramiz. Hamma yoq tayyor va biz boshladik. Ketdik. Xo'p, demak, modal verbs endi bu mavzu alohida bitta masala, chunki ingliz tilida modal fe'lni siz ko'p gaplantirishni amri mahol. Endi ularni bir sanab olsak, modal fe'llar can, could, must, will, would, shall, should, may, might, ought to kabilar. Endi uni turkumga bo'lib olsak, osonroq tushunib olasiz. Masalan, can bilan could ability, ya'ni be able to ni shaklida sifatida ishlatishimiz mumkin. For example, I can study hard yoki o'tgan zamonda I could run fast. I can study hard deysiz. Masalan, hozirgi zamonda men kuchli o'qiy olaman, qo'limdan keladi, lekin uni qilmayman. Hali dangasaligi tutib qoladi, to'g'rimi? Doim. Yoki o'tgan zamonda I could run fast. Oldin tez yugurganman. Hozir ham tez yuguraman, faqat qilmayman. Endi shu o'tgan zamonda, qisqasi I could run fast bu o'tgan zamonda. Endi be able to nima deb o'ylab qolishingiz mumkin. Be able to, ya'ni able to o'zi ga qobiliyatli degan iborat. U zamon tanlamas hisoblanadi. Masalan, o'zini oladigan bo'lsak, I'm able to dance. Men raqsga tushishga qobiliyatliman. Demak, raqs tushish qo'lingizdan keladi. Yoki o'tgan zamonda oladigan bo'lsak, I was able to win the race. Men poygalarda g'olib bo'lishga qobiliyatli edim. Perfect oladigan bo'lsak, I've been able to finish it yet. Men uni tugatishga qodir bo'lganman. Hozir tugata olmayapsiz. Hozir dangasib qolgansiz. Xohlasangiz uni kelasi zamonda ham ishlata olasiz. Endi bu kamdan kam bo'ladigan holat. I will be able to dribbling in a match. Men kelgusida matchlarda dribling qilish qobiliyatiga ega bo'laman. Mehnatlarning natijasi. Endi ehtimoliy yoki bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarga asosan may bilan might'ni present infinitive bilan ishlatilishi yoki could, must, cannot yoki keyin so'roq shaklini plus present infinitive bilan ishlatilishida ifodalay olamiz. Masalan, he may be back before noon. U kechadan oldin yetib kelishi mumkin. Ehtimoliy o'z nomi bilan yoki there might be some cheese in the fridge. Muzlatkichda ozgina pishloq bo'lishi mumkin. Yoki he could still be at home. U hali ham uyda bo'lishi mumkin. Yoki they look alike, they must be twins. Ular bir-biriga o'xshaydi. Balki ular ikkizakdir degan ma'noda ehtimoliy. Ehtimol ular ikkizakdir degan ma'no. You have been sleeping all day, you can't be tired. Sen kuni bo'yi uxlading. Balki charchamagandirsan. Can he still be at work? U hali ham ishdamikin? Demak, siz uni oldiga ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi could bilan might'ni perfect infinitive bilan ham ishlata olamiz. E'tibor bering, could bilan might'ni uzun. We could have had an accident. Biz baxtsiz hodisa holatida bo'lishimiz mumkin edi. Endi biz o'zbekchilikda nima deyiladi? Avariya. Haligi og'ayningiz yoki boshqalarning oldida hali ko'pirtirib gapiriladigan gap, "Voy, ko'rmadingda, biz avariya bo'lib ketishimiz mumkin edi." Ha, ehtimoli. O'sha ko'pirtirasiz. Yoki he might not have seen you. Mana aytdim, mana might'dagi qolib ketibdi. Ikkichiligim uchun uzr. Endi might aslida, ya'ni he might not have seen you bu seni ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin, u seni ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin degan ma'no. Demak, u ish harakat o'tib ketgan. Yaqin tanishingiz bilan ko'rishib qoldi, salomlashmadi. Nima deydi? Cho'tta men bilan so'rashmadi-ya, deysiz-ku. O'shanda balki u seni ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin. O'shanda he might not have seen you. Endi might aslida may o'tgan zamon shakli. Lekin uni biz hozirgi zamonda ham ishlata olamiz. Masalan, there is a lot of traffic. I might be able a little late for the meeting. Nimalar tirbandliklar ko'payib ketdi, bizda probka deyiladi. Probka ko'payib ketdi. Uchrashuvga ozgina kech qolishi mumkin. Hozirgi zamonda ozgina kech qolishi mumkin. Bu ish harakatda misol might hozirgi zamonda ishlatiladi. Endi asking permission holatlarida biz can, could, may, might dan foydalanishimiz mumkin. Masalan, canni informalda foydalanamiz. Masalan, can I use your phone? Bu hali og'aynilaringizga, do'stlaringizga informal gapirasiz-ku, to'g'rimi? Mulozamat bilan rasmiy gapirmaysiz-ku. Do'stim, telefoningdan foydalanib tursam maylimi? Demaysiz-ku, to'g'rimi? Siz nima deysiz? Telefoningdan telefon qolib berib tur. Ha? Xuddi shuni can I use your phone shaklida ko'rishingiz mumkin. Yoki ota-onaga hurmat talab insonlar, masalan, amaki, xola va hokazo, ustoz, shularga could I use your phone? Telefoningizdan foydalanib tursam bo'ladimi? Ha? Misol notanish insonlarga ham shunaqa foydalanamiz. Formalda oladigan bo'lsak, may. May I use your phone? Telefoningizdan foydalanib tursam maylimi? Bu xuddiki mana eshikdan kirayotganingizda ruxsat so'raysiz-ku. May I come in deganda. Xuddi shuni o'rniga faqat telefoningizdan foydalanib turaymi deb ishlatilmish. Endi might juda ham formal. Buni bu misolda men gay xodimlari misolida olganman, lekin bizda gaylar unaqa emas. Shunchaki misol. Might I see your driving license please? Men sizni
nima edi ani? Pravengizni haydovchilik guvohnomangizni ko'rsam maylimi? Deyishadi-ku, to'g'rimi? Xo'p, endi keyingisi giving or refusing permission bo'ladi bu. Taklif berish yoki taklifni rad etish kabi holatlar. Rad etilgan taklif hisobda. Misol uchun you can have one more if you want. Agar xohlasang, senda yana biror bo'lishi mumkin. Yoki keyingisi you may stay a little longer. Yana biroz qolishingiz mumkin. Yoki you mustn't park here. Endi hali refusing o'tdik. Bu yerga parking qila olmaysiz, ya'ni parkovka qila olmaysiz, mashinangizni yo velosipedingizni qo'yish mumkin emas. You can't enter this room. Siz bu xonaga kira olmaysiz deyishingiz mumkin. Request yoki polite request desa can, could, would yoki could suggestion holatida, would like nima polite offer holatida, will kelasi zamon shaklida offer request ishlatishimiz mumkin. Yoki shall ishlatishimiz mumkin. Bular request, offers and suggestions da ishlaydi. Masalan, can oladigan bo'lsak, can you help me? Ko'p ishlatiladigan narsa, men yordam bera olasiz. Endi xuddi shuni polite request ga o'zgartirsak, could bilan would ga aylanadi. Masalan, deylik, could you help me with my homework? Menga uyga vazifalarimdan yordam bera olasiz. Xuddi shuni would you help me with my homework desak ham bo'ladi. Could the suggestion holatida ishlatilishi. Could we go shopping today? Bugun biz do'konga borib kela olamizmi deb sherigingizga taklif bersiz, ikkimiz do'konga borib kela olamizmi? Xo'p. Keyingisi would you like? Would like polite offer o'z bilan. Would you like some coffee? Would you like some chocolate? Haligi taklif qilasizki, ozgina kofe xohlaysizmi? Yoki ozgina shokolad xohlaysizmi? Biz ko'rganmiz, mana kinolarda choy yoki kofe deydi-ku. Xuddi shu narsada would you like ishlatiladi. Endi shall I bilan we ga ishlata olamiz. Suggestionda va offerda. Deylik offerda shall I post this letter for you? Men shu xatni sizga post qilib ketsam bo'ladimi? Yoki suggestion oladigan bo'lsak, shall we buy him a present deyishimiz mumkin. Unga sovg'a olmaymizmi? degan nimada mazmunda. Will olishimiz mumkin. Offer bilan requestda. Misol uchun I will make you some coffee if you want agar. Bu friendly offer deyiladi. Men senga biroz kofe tayyorlab berishim mumkin agar xohlasang. Yoki friendly nimani offer o'rniga friendly request qiladigan bo'lsak, will you do me a coffee? Will you make me a coffee deylik. Menga kofe qilib bera olasanmi? deyishimiz mumkin. Endi keyingi masala bu advice. Advice bu should, ought to, had better ishlatsa bo'ladigan holatlarda advice holatida qo'llasak bo'ladi shu modal fe'llarni. Misol uchun you should walk more. Bu general advice, umumiy. Sizga maslahat beraman-ki degan ma'noda. Siz ko'proq yurishingiz kerak. You should walk more. Yoki you would better, ya'ni you had better see your dentist. Buni nima deydi haligi? Advice for a specific situation deydi haligi. Maxsus vaziyatlarda beriladigan advice. Bu yaxshi, it's a good idea degan. Masalan, siz nimaga dentistingizga ko'ringaningiz yaxshiroq. O'zingiz doktoringizga ko'ringaningiz yaxshiroq ana. Kishi doktoriga. Endi criticismda esa should, ought to plus perfect infinitive. Ya'ni bu it would have been better if you had. Agar siz sanda bo'lganda yaxshi bo'lardi. Bu endi criticism, bahsli holat. Misol uchun you ought to have been more polite to him. Sen unga sal muloyimroq bo'lganingda yaxshi edi. Bu yaxshi qilinadigan ish, lekin siz uni qilmagansiz. Xuddi shu holat. Endi ko'pini yozishga ulgurmadim. Ozgina tushuntirib berishga harakat qilaman. Obligation bilan necessity qoldi. Bu must, strong obligation, duty or personal feelings deyiladi. Kuchli majburiyat, personal feelings of necessity lar bor. Yoki have to bor. Obligation or external necessity bo'ladi. Bu mustdan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Endi misol keltirib beraman. Misol uchun you must stop when the traffic light is red. Sen qizil bo'lganda to'xtashing kerak. Demak, istisno holatda siz qizilda ham to'xtashingiz mumkin emas. Ya'ni must butun boshli kuchli darajadagi obligation emas. Ya'ni must 60%. Endi have to kuchliroq undan ko'ra. Misol uchun you have to do your homework every day. Siz uyga vazifangizni har kun qilishingiz kerak. Bu dadangiz sizga bergan buyrug'i. Yoki xuddi shunaqa holat. Deylik, have to mustga nisbatan kuchliroq ishlatiladi. Yani ba'zi manbalarda ikkisini teskari bergan, lekin asosan must bilan have to 60 ga 90 ishlatiladi. Must'ni biz present simple shaklida foydalanamiz. U have to dan ko'chirma qilingan o'zi hisobda. Shuning uchun must have to dan ko'ra kamroq foizdagi ega. Endi yana nima? Yana qolgani bundan buyog'iga must'ni og'zaki tushuntirib berishga harakat qilaman.
obligation bilan necessity qoldi. Bu must, strong obligation, duty or personal feelings deyiladi. Kuchli majburiyat, personal feelings of necessity lar bor. Yoki have to bor, obligation or external necessity bilan mustdan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Endi misol keltirib beradigan bo'lsam, you must stop when the traffic light in red. Sen qizil bo'lganda to'xtashing kerak. Endi demak ba'zi holatda, istisno holatda siz qizilda ham o'tib ketishingiz mumkin. Endi must butun boshli kuchli darajadagi strong obligation emas. Endi must 60%, have to undan ko'ra kuchliroq. Misol uchun you have to do your homework every day. Siz uyga vazifangizni har kun qilishingiz kerak. Bu dadangiz sizga bergan buyrug'i. Yoki xuddi shunaqa holat, deylik, have to mustga nisbatan kuchliroq ishlatiladi. Endi ba'zi manbalarda ikkisini teskari bergan, lekin asosan must have to holati 60 ga 90 ishlatiladi. Masalan, must 60, 90 have to. Must faqat present simple shaklda foydalanamiz. U have to dan olingan bo'ladi. Shuning uchun must faqat present simple ishlatiladi. Have to esa biz do does hozirgi zamonda va did bilan o'tgan zamonda foydalana olamiz. O'zbekcha tushuntirish ozgina qiyinchilik tug'diryapti. Xo'p. Nima desam bo'ladi? Xullas, do does, have to bilan do does present simple ishlatilib oladi. Did pastda have to bilan ishlaydi. Xo'p. Misol uchun, he didn't have to do shopping yesterday. Yoki you don't have to go to school today. Deylik, does he have to be at work on time? Deyishimiz mumkin. Qisqasi, do does yoki did bilan ishlata olamiz. Must faqat hozirgi zamonda ishlatamiz. Absence of necessity or prohibition bor. Mustn't bo'ladi prohibitionda. Misol uchun, you mustn't feed the animal in the zoo, ya'ni zooda ularga ovqat bera olmaysiz. Zapravkada hayvonlarga ovqat berish mumkin emas, bu prohibition. Yoki cannot bilan ishlatsak ham bo'ladi shuni. You can enter the country club without card, ya'ni kartochkasiz country clubga kira olmaysiz. Needn't ishlashingiz mumkin, kerak emas. You needn't take an umbrella, it's not raining. Tashqarida yomg'ir yog'mayapti, umbrellani olmasligingiz mumkin, shart emas. Need shart, don't need to yoki don't have to. It's not necessary bo'ladi, present or future. You don't need to yoki you don't have to do it now. Uni hozir qilishing shart emas. Misol, you can do it later deyishingiz mumkin. He didn't need to yoki he didn't have to go to work yesterday because it was Sunday. U ishga borish shart emas edi, chunki kecha Sunday edi. Qisqasi, modal fe'llar shulardan iborat. Modal fe'llarni o'zi katta mavzu qilib tushuntirib beraman. Buning uchun biz alohida yopiq Telegram kanali ochamiz va har bitta darsni to'liq, mukammal va qanaqa ishlatilishi haqida oson va sodda shaklini chiroyli doskalar bilan tushuntirib qo'yaman. Kerakli va qayerda ishlatilishigacha bo'lgan narsalarni tushuntirib o'taman. Foydali kontentlar chiqarib berayotgan, to'g'ri yo'nalishda ketayotgan auditoriyani qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Yaqinlarga yuborib qo'ying va ko'proq obunalar bo'lishini so'rab qolamiz. Obuna bo'layotganlarga va kontentimizni kuzatib savol berayotgan hammaga rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha, see ya.